Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 9-oyning 15-kuni juma. Tövanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Markaz televiziya stansiyasining 9-oyning 14-kunidagi xabarda bildirilishicha, 14 davlatdan kelgan 22 muxbir atalmish Şinjanning iqtisodiy va texnik taraqqiyotidagi muvaffaqiyatlarni ziyorat qilish uchun izini safarni boshlagan. O'shaning 13-kuni Xitoy davlatlik markaziy axborot uchirish xonasining taklifiga binoan 14 davlatdan kelgan 17 chet el taratqusining 22 muxbiri atalmish Şinjan ziyoratini boshlagan. Bu ziyorat 13-yillardan boshlab jami 8 kun davomlashadigan bo'lib, muxbirlar atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik muzey va atalmish Şinjan xalqaro yig'in va ko'rgazma markaziga o'rnashtirilgan terrorlikqa va asabiylikka qarshi turish ham ko'rash temasidagi ko'rgazmalarni ziyorat qilgan bo'lib, bular yana Urumchi, Turpan, Eliqozoq avtonom oblasti, Qashqar hem Sharq Turkistonning g'arbiy rayonlari shundaqla Xitoy, Qozog'iston, Qo'rg'os xalqaro chegara hamkorlik markazi qatorliq joylarni ziyorat qildi ekan. Bu muxbirlar yana ilgirki Xitoy taklif qilgan Xitoyga moyil ziyoratchilarga o'xshash Xitoyning siyosatlarini maqtab, Sharq Turkistonda qilgan jinoyatlarni yepib, bas-basda Xitoyning atalmish go'zal Şinjan siyosatini tashviq qilishni davomlashtirmoqda ekan. Xitoy Markaziy xabar to'rining 9-oyning 13-kunidagi xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatı Jonghua Xalq Cumhuriyatining Puhralar va havo mudofaa qonuni va atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining Puhralar havo mudofaa ogohlantirish siniqining vaqtliq belgilamasiga asosan davlat mudofaa tashviqotini kuchaytirish, xalqning davlat mudofaa huquqini kuchlantirish, kishilarning havo mudofaa engini yuqori ko'tarish va havodan mudofaalanish, ogohlantirish uskunalarining iqtidorini sinash bahonasi bilan Sharq Turkistonning cho'ng shaharlarida bir tutash havo mudofaa gudikisini qilib bordi ekan. Bu sınaq atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati tarafidan berilgan bo'lib, signal sınaq qilish vaqti 2023-yili 18-sentabr atigan soat 12 dan 19 gacha. Jami 19 minut davom qildi ekan. Havo mudofaa signali sınaq qilingan shaharlar tuvandikicha: Urumchi shahri, Sanji shahri, Kuytun shahri, Qarmay shahri, G'ulji shahri, Ko'rli shahri, Cho'chak shahri, Qumul shahri, Turpan shahri, Aqsu shahri, Qashqar shahri, Börtala shahri, Xotan shahri, Artush shahri, Altay shahri, Shixu shahri qatorliqlar ekan. Ba'zi analizlarning deyishicha, Xitoy hukumatining bu xildagi sinoqlarni olib berishidagi maqsadi Sharq Turkiston xalqi orasida jiddiylik va vasvas paydo qilib, fuqarolarni sarosimaga solish va qo'rqinish paydo qilish orqali Uyg'ur xalqini texmo bostirishni davomlashtirish ekanligini bildirishmoqda. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.